Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 24-aprel kunida bo'lib turgan ishlar. Bitta tanishimiz so'ragan ekanlar, risol nimaniki deb. Risoli Maziskiy ushka. Maziskiy ushka. Havo sistemi kamaz bo'lgan. Polni kamaz bo'lgan. Ushkan orqasiga planka qo'yilgan, mana ko'rishtirishdilar. Kuzov uzunligiga keladigan bo'lsa, kuzovimiz uzunligi 480. Balandligi 1,5 metr. Eniga 2,5 tashqarisi 2,40 ichi. Mana. Bir ikkita akalarimiz yozgan ekan, 5 mingta g'isht sig'maydi degan savol berishdi. Bu kuzovimizni kubasi pashli havo samasval kuzov bilan teng. Kubani hisoblab olsa bo'ladi. Voziq filtr nima bo'ldi degan akalarimiz uchun ham mana. Ozroq arzon. Voziq betga qotdi. Oldingi singari zilni o'zini zavodiga ikkita kapotdan teshikdan tortadi havo. Hozir bu miyalar unmaydi. Motorni toshish narsa yo'q. Pechka o'zini joyida qolgan, pechka o'zini ishlatilgan. Mana salonga kirgan kabellar. Oldi risolga keladigan bo'lsak, oldi risol zavodskoy o'ziniki. Zil 131 niki. Motorimiz podushkalari. Bu narsalarga ahamiyat beramiz akalar. Zavodskoy hamma yoq. O'rtog'imning qo'li guldi. Mana signal nima deyapti? Signal. Qoch oldimdan degani mana shu bo'ladi. Mana. Gaz filtrlari ham esdan chiqmagan mana. Gornel ishlaydi.